أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الجنايات. Cinayet bu mal mülkü olsun, insanın bedenini zahmelandırışı olsun, tecavüz kılsın birden. Cena bir mana eznebe. Yani Maliki mezhebinde aslında fıkıh kitaplarda Kitab-ı Cinayet'de Kitab-ı Dima deb ataydı. Şafii mezhebinde, Hanbali mezhebinde Kitab-ı Cerah deydi. Yani bu mezhebde Kitab-ı Cinayet. Hammasi o'xshash shunda atılmışmanda ko'pincha shunda atılib adlangan. Lekin Kitab-ı Cinayet desek bu umumroq. Çünkü bazı cinayetler qon to'kmaylan cinayet bo'lishi mumkin. Zahmlantirmay cinayet bo'lishi mumkin. Zahar bilan, sehr bilan adam o'ldirish, zahmlantirishlar mumkin. والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات. Yani cinayetlerin ıslah manasına da koyuş lazım. Yani şu Kitab-ı Cinayet'te maksat kılınan cinayet, hasrak cinayet. Mal mülk oğula şu bu emas. Fakat insanın cini zamı bulaş ya ki beden azalarının birisini gerektiğini çıkarıştık. Aşını cinayet demek için. والجنايات لها حدود مشروعة أربع جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء. Hem şeriatta belgilengen ceza bekitken cinayetler tüttürlüktir. Alal abdani bedenge kılıngan cinayet adamın ötüreş yaki kolunu kesip yetiştirgenler. Ve nüfus vel a'da ve nüfus vel a'da muşu abdaninki şerhideyle bedenge kılıngan cinayetler. Bu nüfus yaki a'da oldu. Ve huve musamma katlan ve cerhan. Ve cinayetun alel furuc ve huve musamma zinan ve sifahan. Sifah diyen bu zina. Zina manası. Yani aslında sifah diyen tüküveti diyen manası. Yani nikahsız manisini tüküvetişten ibaret diyen. Yani zina demek. Ve cinayetun alel emval. Mal mülkü kılıngan tecavüzçülük. وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة. Uruşup kural küçülen tatılıngan mal olup kalsa, bulangan mal olup kalsa bu cinayet harabe de batıldı. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâde diye ayet boyunca. İzâ kâne bi gayri te'vîl. Yani inek karşı bulaş kişi bulup kalsa bu harabe de batıldı. Ve imkan bir tevil, lekin bunda başlasak o'ylab qilib, yoki xato tushunib, yoki to'g'ri deb o'ylab, bunda ahvolda summiya bag'yan, bag'iy bo'ldi. Ma'khudan ala wajhil mughafasati min hirzin yusamma sariqatan. Mughafasa degan o'g'irlikchi. Hirz degan saqlangan, qo'g'dalgan joydan ne? Qulub salgan yerdan, taqilgan o'g'irlikcha bir narsa ililishi ulab qolsa bu o'g'irlik deb ataymiz. Va ma kana minha bi'uluwi martabatin va quwwati sultanin summiya g'asban. O'zining huquq ya mansab yoki zo'mgarlik bilan tortilgan narsa bo'lsa, bu bulab tortilish deb ataymiz. Va jinayatun 'alal a'rad. Endi ittadmi musiqa qilingan jinoyat buni qazf deb ataymiz. وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب. يمكن سمكتن شريعة حرام قنغان ناسنا استعمال قاسا مباح بشلتواسا ومبرخل تجاوز وجناية ديسبلندون. وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط. بو دائرة فقط هرقتلان belgilengen ceza var şeriat. Ne olduğunu başta ma tamam neysen belgilengen ceza oldu diyorlar. Karakçısılan bu. Had diyen belgilengen ceza. Onun başına aslında belgilengen cezalar oluşu mümkün.
yengilroq yoki hokim muvofiq jazo tanlashi mumkin. Lekin ma'u belgilanib ketgan. Bu ham bilan qilolmaydigan jazo. Wa huwa haddun muttafaqun alayhi ba'da sahibi ash-shar'i salawatullahi alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan o'tgandan keyin sahoba kiramlar hammasi ittifoq kelgan jazodir dedi. Qaysi? Aroq ichishninki jazosi. Yani masalan 80 dar urush. Bu belgilanib ketgan sahoba kiramlar ijmo qilgan jazo. Uni nasl qo'yilgan unda. Ya. Mesela azishga ko'pishga o'tadi. Azishni jiqo'sin. Aroq deb o'xshash. Yani sahabe kiramlar o'zaro muzokaralashib, Hazrat Umarga shuni maslahat bergan. Aroq ichgandan keyin qilayotgan boshqalarni zino bilan tillaydigan ishlar bor. Undan keyin buningga haddul qazfni ijro qilsa, ya'ni kim ma'qul deb shuni ijmo qilingan shu joy. فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء. Undan keyin biz mush qonlar, va dima degani malikimizning istilohi. Jinoyatni demakchi. Yani insanın cismiga kılıngan tecavüzga belgilengen cezalı bilen biz başlayalım. فنقول إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال. Edem tıraş ve zahmelandırış meselesinde vacip olan ceza ya kısas oldu ya ki pul tölen buldu. وهو الذي يسمى الدية. Muşu pul tölen basa bu diyete batıldı. Canının yaki azanın tülümü. فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص والنظر في الدية. والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس وإلى القصاص في الجوارح. قصاص ما تشتري بولدو. can can yana aza والجروح قصاص bu. Ne var ki? Kolunu kesilse kolunu kesilgan. Gözünü uyuyorsa gözünü uyuyan. Bundan. والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس. Yani tülemi, can tülemi ve aza tülemi de çıkıyor ayrıldı. وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح. Jawarih degan şu beden azalarının cariha. Yani kol, put degandek azanın adı. Cariha degan el-muktasiba degan ma'noda. İşlab pul topilgan qo'l putni. Jaraha yani kasaba degan ma'no. Va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wal jirah yani zaxmlandirish. فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين. أولهما يرسم عليه كتاب القصاص. Nolken mush bölümni biz yani kitab-ı cinayetni ikki bölümge bölüp birinchisini kitab-ı qisas deb ataymiz, yana birisini kitab-ı diyat deb ataymiz. Yursam alaydigan shunda nom qo'yamiz, shunda nom qo'yildi degan. Shunda ism qo'yildi deymiz. Kitab-ı qisas. Qisas degan qassa degan so'z aslida bu iz qo'g'lab o'ynashni bildirgan so'z. Qasasul athar tatabba'tuhu degan ma'no. Shu qissa desakmi masalan hikoya nima, jarayon nima, shunda uniki yaver bunda qildi, so'zlaydigan narsa ekan bu qissa. Yani bu ma'no tatabbu'. Musa alayhisalom vaqaligi deydi-ku, fartadda ala atharihima qasasa. Yani kagan izini bo'ylab mangdi degan. Va qalat li ukhti qussi. Aqli ayishma endi. Yani bunun da qisas degan so'zda kesish ma'nosi bor. Miqas deymiz ku, qaychi. Qassa masalan. Qatta, qadda degandek so'zlar hammasi kesishni bildiradi. Mesela qudda min dubrin, yirtilishni bildiradi. Qudda, qadda mesela qatta, qassa, shu hammasi ishtiqoqli kabir. Asli tigi jildizi bir. Yani kesish ma'nosi bor buningda. Endi bu kesish ma'nosi cho'qimda bunun qo'lini kesgandan keyin qotilning qo'lini kesimiz yo bo'ynini kesimiz yoki mush qisasini qilsak ikki tarafning o'ttiriga talashlash tugaydi. Talashlarni kesidi degan ma'noda. Istilohan qisasning ma'nosi jonga jon, badanga badan, a'zoga a'zo shuni ijro qilishga iborat. Yani buningda hozir bir o'xshashlik ma'nosi bor. Yani bir tarafdan
mumatala ma'nosi bor. Mana qanday qilgan bo'lsa shunday qilish. Aynan bo'lash. Sal unda ortiq ya kim bo'lib qolsa bo'lmaydi, qisas bo'lmaydi. وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين. الأول النظر في القصاص في النفوس، والثاني النظر في القصاص في الجوارح. فلنبدأ من القصاص في النفوس. كتاب القصاص في النفوس. والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين. إلى النظر في الموجب. موجب ديان مش قصاصنا واجب قيدغان إش، يعني الموجبة للقصاص. Yani qanda ishni, qanda jinoyatni qilgan taqdirda qisas ilish vojib bo'ladi demoqchi. Va ila an-nazar fil vojib. Endi qisas vojib bo'lgan chog'da biz nima ishni qilishimiz lozim? Ani al-qisas. Yani vojib bo'lgani o'sha qisas demoqchi. Va fi abdali. Endi qisas tushib ketib qolsa, buning o'rnini to'ldiradigan o'rinbosar ishlar bor. Diyat yoki rozilik yoki sulh emas. إن كان له بدل بلب قاسم بعض بلد بعض بوميد. فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب. ونظام كان بس قندق جناية قلنسا قصاص إليش نكالتر بشخدو مش إشلاغ بالقرب بغينا. والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل. عند قصاصنا واجب قلدغان جناية قريدغان بوساق bunun için biz aldılan qanda şekilde ötdədi onun sübtigi qaraş lazım. Wal qatil, qatilning qanday qatillikka qarashimiz lozim. Allati yajibu bi majmu'iha wal maqtuli al qisas. Bundan biz uch narsa qaraymiz edi. Qanday o'tirish usuli, qatilning sifati, maqtulning sifati. Mush uchini shunda to'plab qaraganimizda ondan qisas vojib bo'ldi ekan, vojib bo'lmaydi ekan deymiz. Fa innahu laysa ayyu qatilin ittafaqa yuqtasu minhu. Çünkü udul kelganlar qatil o'z qisas qilinmaydi undan. Wala bi ayyi qatlin ittafaq. O'tirishlar bo'lsa qisaslandiga shu. Wala min ayyi maqtulin ittafaq. Yoki o'ltirilganlar adam bo'lsa qisaslandiga shu qatilning. Bal min qatilin mahdud. Balki muayyan sifatlik qatil bo'lsa undan shundan qisaslandi. Bi qatlin mahdud. Ma'lum sifatlik bir o'tirish bo'lib qolsa, ma'lum tariqada o'tirish bo'lib qolsa, undan qisaslanadi. Va maqtulun mahdud, o'ltirilgichimi, ma'lum sifatlik o'ltirilgichi bo'lsa, undan qisaslanadi. Kana al-matlubu fi hada al-bab huwa al-adl. Chunki shu qisas munosabatli mush bablarda biz ko'zlaydigan narsa, qo'lga keltirmoqchi bo'lgan narsa adolat. Tang barobar muomala qilishdir. فلنبدأ من النظر في القاتل. Ondaqsa biz başta qatilning usbatiga bir qarayli, thumma fil qatl andan o'tirish usuli qarayli, andan o'lguchining usbatiga qarab qarayli. Al-qawl fi shurutil qatil. Al-qisaslangan qatilning shartlari haqida. فنقول إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير مشارك له فيه غيره. Alimler hemmesi ittifak dedi. Yuqadu degan yani yuqtasu minhu demek. Qada degan oldin silib paydatmangdi. Yani aslida qisas ilish uchun oldin silib jazo maydoniga iltmashdan iborat. Lekin buningdan shu qisas ilish maqsad qilinadi. Qavat degan qisas degan. Yani aldığımızda sebep ceza meydanına apırıp kallasını aldığan katil qanday şartlar tepiliş gerek bununda? O aqıl, balık, öz ixtiyarı bilan cinayet işleyen katil buluş gerek. Öttürmen deb ötegen katil buluş gerek. Mubashiran gayr musharikin lahu fihi gayru. Başqalar bilan şirikleşip qalmagan, özü bevasita qo'l tiqib ötegen adam bo'lsa buningda ittifoq. Lekin unda bo'lmay qolsa, boshqalar bilan qatib qolgan yoki kichik bola yoki ixtiyorli majbur o'tirib qolganda bir ish bo'lsa, unda ixtilof bor. Vaqtalafu fil mukrahi val mukrih. Majburlanib qilib boshqa birisini o'tirib qolganda yoki boshqalarni qalonni o'tda majburlagan odamdan qisas olinadigan bunda ixtilof bor. Va bil jumlati al-amiri val mubashir. Yani umuman qilib aytsak, o'tda buyruq tushuvchi bilan shu o'tirishni ijro qilgan kishi. Masalan, bir askarning boshlig'i, masalan, ot degan bo'lsa, buyruq tushugini va unda otgan askar bor.
yoki bir qo'shinning odami bo'lib qolsa, uning boshqa qo'l ostiga o'tiradigan bo'lsa, buyruq tushuvchi va ijro qiluvchi va. Endi bu zo'rlagan ahvoldagi ma'lum. Zo'rlash ahvoli ayrim. فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة القتل على المباشر دون الآمر. ما هو zo'rlamagan holatda o'tiramanida buyruq qilsa, biz o'tirayotgan bo'lsa, qisas kim qildi bo'lsa, qo'l o'tdagan adam qildi, lekin buyruq tushgan adam kelmaydi debdi ma'lum jumhur. Va yu'aqabul amir. Lekin buyruq tushayotgan nima baka qo'ymaymiz, uni jazolaymiz. Lekin o'lim jazosi emas, uni boshqa jazo. Va qalat toifatun yuqtalan jami'an. Bir guruh olimlar har ikkisi o'ltirildi debdi. Va hada idza lam yakun hunalika ikrahun va la sultanun lil amir ala al ma'mur. Bu anda hech qanday zo'rlamagan, yo huquq doirasida bo'lmagan ahvolda shunday. Masalan, askar ya saqchini boshida emaskan deydi. Shunda jamiyatga ular o'tirarsa o'tirayotgan. Ahvol bo'lsa, har ikkisi o'tirayotmas debdi. وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور أعني المباشر. أمدا باشقة قل أصدقائي فلان أتدين بوسو فإنهم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. بلومو شخو قرش قلون كده. فقال قوم يقتل الآمر دون المأمور. بيروق شو يجنو ترمز إجراقي وجنو تمامز دبتو. ويعاقب المأمور. إجراء قيلان كشن جزاء يمز باش سرك جزاء. وبه قال داود وأبو حنيفة. داود الزهري وأبو حنيفة شنو ده محمد بن الحسن مباه زفردن إشكال رواية كيان. دمك أبو حنيفة يلغز اسمه محمد بن الحسن الشيباني ورواية عن زفر. وهو أحد قولي الشافعي. إمام شافعي إشكال قراشنا برسه مشركين. وقال قوم يقتل المأمور دون الأمر. بعض إجراء وجهنا أترمز بيروق شويان باشتنا تماما زبطون. وهو أحد قولي الشافعي. وقال قوم بجمش هذا مالكية والحنابلة يقتلان جميعا. هر إكسو أترمز زبطون. وبه قال مالك وأحمد بسكتله. فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع. يعني شو بيروق شرلب أشو أترشنا إجراء قيغوشغا جزاء كميدو دب قرغ الله. يعني بلغلنген جزاء قصاص جزاء كميدو دب قرغ الله. شريعة كبنش واجبات الله مجبور وقاغم أحوالدا قاعدين ساقطوا أشلبا. Mesela zinanın cezası baskınçılık uçurağına halde saktılık edilir. Şunu okşaşın. Likavnul mukrahi yushbihu man la ihtiyara lahu. Çünkü bir yerde zorlanan kişi, mecburlanan kişi özünün ihtiyarı yok. Kişiye okşaş, ihtiyarı. Xuddi mesela bunun tövbe şeylerin besiplan ağzı kör araqını koyğandak. Şunay çare yok. Galdan sirkitli var. Yoki buni bağlab bilan o'zini tashlatganda. Ya shunday chora yo'q. Shunga o'xshash demoqchi. Va man ra'a alayhi al-qatl ghallaba alayhi hukm al-ikhtiyar. Ijro qilgan kishi o'ltirildi deb qaraganlar, buni tanlash nisbatda yo tamaman deb turalaydi bu. وذلك أن المكره يشبه من جهة المختارة. Çünkü mukrah degan bir tarafda ixtiyorligi bor odamga o'xshab qoladi. Va ushbu minjatun al-muttarr al-maghlub. Chorasiz qolgan, majburlangan kishiga o'xshab qoldi. Mitlallazi yasqutu min ulu. Xuddi egiz bijadan tushib ketgandek. Majburan ya tushmay chora yo'q. Vallazi tahmilu ar-rihu min mawda'in ila mawda'. Buran ushurib mesela ya tsunami iqtib ketgandek. Bu men jin turibdimsa turamaydi. Majbur iqtib ketgan. Ve men ra'a qatlahum jami'an lam ya'zar al-ma'mur bil-ikrah wa al-amira bi'adam al-mubashara. Hani ikkilisini tam o'tirmazgan Maliki Hanbali mazhabdagilar buyurgan kishini o'zi qilmaganligini deb uni ma'zur ko'rmay,
Buni o'ttirmiz debdi. Qo'l tiqib o'tgan odamni bu majbur bo'lib qoldi deb ma'zur ko'rmay, o'zini qabul qilmay kirishdim. O'ttirmiz debdi. Wa man ra'a qatl al-amir faqat buyruqchisindan o'ttirmiz deganlar shabbaha al-ma'mura bil alati allati la tantiq. Ashu hukmni ijro qilgan kishini zuvansiz ashu pichoq qilich yo tapancha bilan o'xshatdi dedi. Masalan, amir deganni xotin desak, uni qo'lida tapancha yoki pichoq bor. Shu pichoq bilan shunda solgandek bu buyurilgan kishi, ijro qilgan kishi shu pichoq yoki qilich ekan. Ya'ni tubiga o'xshatdi. ومن رأى الحد على غير المباشر مش ومن رأى الحد يعني ومن لم يرى الحد ومن لم يرى الحد على غير المباشر إجراء قيغان كشيغلام ومن لم يرى على غير المباشر ومن لم يرى الحد على غير المباشر يعني öttəgən kişinin öttürməyiz deyirlər. Yuxarıda buyruğusunu öttürməyiz diyorsun ama Çikilisinden oturmaz, buyruğu için oturmaz, mavi icra kıyısından oturmaz diyorlar. Ya'temada ennehu leyse yentaliqu aleyhi ismu qatin illa bil isti'ara. Hem de mübaşirden başka adam. Yani şu adamı öttəgəndən başka, buyruğan adam değil. Bu buyruğan adamın qatilliği bulamdı, bulmaydı. Fakat isti'ara kılsa mı? Bu anda şu kolasızlıktan buyruğanı kim? Aslı Muşan öttəgişi başlıqımı şu desek, istara, mecaz tarafından qatillik olur. Olmasa, o qatil emas ameliyatda. Ondan iken, adam öttəgən kişinin öttürmez, buyurgan kişini öttəmemiz demekçi. وَقَدْ اعْتَمَدَتِ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَتْلِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْقَتْلِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَشْرَفَ عَلى الْهِلَاكِ مِنْ مَخْمَصَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيَأْكُلَهُ. Yani Maliki mezhepler el-mukrah alel-qatl bil-qatl degan sen aşını öttəmsən hazır. Mən səni öttürmə deb təhdid qılınan kişi. Atavanı atmaymasan, undasını atma. Ya onu atsa, onu səni atma degan ahval bolsa, bu yerdə bir icma qılınan bir joy var. Məsələn, açıqlıqda, açlıqdan üley deb qalğan çağda, yendik bir adamni ötürüb lan onun go'shtini yeysi bulamdi degan masala. O'ttas bo'lmaydi deydi. Ma yendik adamni o'tirib go'shtini yegan holda yo'qsin kesib bilan go'shtini yeysi bulamdi. O'zining go'shtini. Bo'ldi nima bo'lmaydi. Yani jinni saqlab qolish uchun yo'qsin ayrilmaydi. Yani bo'lmasa yo'qsin ketadi, qo'lim ketadi, emas ketadi. Lekin hamda yendik adamning jini senin canın, bu iki can var. Ne için o ölüdü, sen sakalsan, yani senin canın ne için evlandı, ne için özel? Bundan kurtulur mu? Açıkçılık tıkağılla yendik adamı ötürüp, yesi bulmaydı. Buna icma var. Öttaj günahkar oldu. Ondan alınırken, sen atmasan, seni atmayadıysa, sen özellikle canını kutuzmanda bu başka adamın için ötürürse, yani senin canın anın canını udamadı, yani. Lakin yani ular qisas kirdi o majburlik qilib o'tgandan so'ng qisas kirdi deymiz. Va amma al-mushariku lil-qatil 'amdan fil-qatl. Yani qasddan bir odam o'tgan qotilga hamkorlashgan yahudi ishkadan bo'lib qolsa, faqat yakunu al-qatlu 'amdan va khata'an. Ba'zida bu qasddan bo'lishi mumkin, ba'zida xato o'tirib qolgan ish bor. وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف. Bu qatil çoğun adam buluşu mümkün, küçük balı buluşu mümkün. وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد. Bu kastan ötüreşine, yani bir neçeyle hemkarlaşıp kastan adam ötüreşine biz bir neçeyle bir adam ötürüp kalsa, bir neçeyle hemisinden kısasılınamdı diyen meselede bayan kılamaz deydi. وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ. Hem de bir adamı ötürəşdə bir neçə qatnaşdı bununla. Lakin bəzisi qasdan ötürməkçi, bəzisi xata ötürüb qaldı. Mesela kimligini bilib bu falan ekan mesela. Bunu ötürmüz adı deb o'ylagan gibi. Yani birisi bunu xata o'ylab qilib o'tdagan bo'lishi mumkin. Bundan chiqqanlar tan qo'ltiq o'tadi.
shirklashdi degan birisining niyati qasddan o'tirish esa xato o'tirib qoldi buni. Av mukallaf va g'ayr mukallaf yoki bir cho'ng odam bilan bir kichik sabiy bola birlashib bir odamni o'tirib qoldi. Misli amidin va sabiyin av majnun yoki unda bir salom bilan bir aqil yoki bir cho'ng odam bilan bir kichik bola. Av hurrin va abdin yoki bir hur odam bilan bir qul ikkisi birlashib bir odamni o'tadi. Fi qatli abdin indama la yuqidu min al-hurr bil abd yoki hur bilan bir qul birlashib bir qulni o'tadi. Endi mushu juz'iy masalada ba'zi olimlar hur kishi qulni o'tkazish qisas ilmaydi deydilar. Shuni nazardan manda ikki odam aralashib qolgan taqdirda yuqorqi masalaga o'xshash bo'ldi deydi. Ya'ni qatnashgan hurdan qisas olmaymiz. Qulni o'tkazsa hurdan qisas olmaydi deydiganlar. Hamda qatnashgan quldan qisas olindi birga. فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص قصدا ادم o'tgan odatda bir odam o'tkazsa qisas qilingan odam bo'lsa undan qisas olmas. Undan boshqa uning qatnashgan masalan xato o'tirib qolgan sabiy ya sara mindadan bo'lib qolsa o'sha nisf diyet. Diyetning yarmini olamiz deydi. Hozir bir odamni o'ttirishga bir odamning qisas ilindi, yana bir odamning qarta to'lamilindi. Demak, bir odamning unisi ham bir kalla ketdi, yana yarim to'lam keldi. Hozir bir jonga ana narsa olib ketdim. İlla anna malikan yaj'aluhu 'ala al-'aqila. Lekin Imom Malik to'lamni aqilaga buyurib berdi. Aqila deganda bizning yerda shu xotinning oyog'i xotinninki yaqin urug' tuqqanlari jamoati. Bular shunda xato odam o'tirish ishlar bo'lib qolsa, xotinning yukini yengillatib pul to'lashib berdi. Nima uchun aqila deb atalgan? Xotin rasulullohga diyet ham tuglarni apirib, bo'ylisiga bog'lab turadigan kishi bo'lsa aqila deb. والشافعي في ماله İmam Şafii o xata adam o'tirib qolganlarning urug'liqlar to'lamaydi, o'z yendin to'laydi uni demak. Alamayat bundan taxamuni so'zlaymiz. وكذلك قال في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا أن العبد يقتل. Endi bir hur bilan bir qul ikkisi birlashib bir qulni o'tirib qolsa qulni o'tirmas. Qulni o'tgan ekan, ha? Va alal hurr nisfu diya. Endi hur qulni o'tgan ekan yerim diyet to'laydi. Qulning diyeti yerimda demakchi. Va kadalika al-hal fil muslimi va zimmi yaqtulani jami'an. Muslim bilan bir zimmi ikkisi birlashib birisini o'tirib qolsa, shunga o'xshash bo'ldi deydi. Yani ikkisi birlashib bir zimmini o'tirib qolsa, zimmi shuni qisasini o'ltirildi. Lekin musulmondan yerim diyet olamiz, yer diyet olamiz. Va qala Abu Hanifa İmam Ahmad bin Billah إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص. Adam o'tkazish qisas vojib bo'lgan odam bilan adam o'tkazish qisas vojib bo'lmaydigan ikkidan sheriklashib qolsa, bir cho'ng odam bilan bir kichik bola masalan. Fala qisas ala wahidin minhuma. Hech qaysi qisas kelmaydi. Va alayhima diya. Ikkisi birlashib bir kishining jonni to'lamini to'laydi. Wa amdatul hanifiyya anna hadhihi shubha. Nani bimaza fikra? Bu yerda bir shubha bor. فإن القتل لا يتبعض. Çünkü bu yerda o'tirish degan bir jon unda qochilanmaydi. Yerimini ma o'tadi, yerimini ma o'tadi deganmaydi. Bu bir jon bu. Endi buni qochi o'tadi. Biz qotil dil bekitmaymiz. Ikkidan shirk bo'lgan taqdirda qotil ma'mur yoki ma'mur, ya ma'mur qolmay qoldi. Qolganikin muayyanlashtirilmaydi. Bu bir shubha bo'ldi. İdral hududa bir shubhat. وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه. Yani bir yerde kısas kelmeydiğin bir adam var, kısas kıldığı bir adam var. Ama katil suçlu oldu. Yani belki ölgüsününki ölüme, ama kısas kelmeydiğin katilinin cinayetinden boğan buluşu mümkün. Yani bir yerde katil kısas kelmeydiğin adam buluşu mümkün değil.
Masalan, birisi kanini bo'g'ibdi, birisi yuragiga pichoq tiqdi. Ikkalani ish kishini qildi. Hozir bu odamning o'lishi yuragiga pichoq tiqqanlikda o'ldimi yoki kanini bo'qqanlikda o'ldimi? Buni ayirishmi tas? Balki hamda kanini bo'qqani qisas kelmaydigan odam bo'lsa, bo'g'ilib o'lgan bo'lsa mumkin, yurakning gashisi o'lib qo'yishi. Bunda ehtimol bor edi. كإن كان ذلك ممن عليه القصاص قصاص واجب bo'lgan qotilning sharkitidan o'lgan bo'lishi mumkin. Qisas vojib bo'lmagan odamning qilgan ishidan o'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, birisiga pichoq tiqib, suv tashlab tutdi. Bu odam pichoq tiqqanlikdan qansirab, u sababdan o'ldimi? Suv tashlayotgandan keyin suvda bo'g'ilib tunjiq o'ldimi? Bu ehtimol bor. Demak, biz qotilni muayyanlashtirmay qilamiz. İstibah var bunda. Nolgan nadra'ul hudud bish-shubuhat demakchi. Vaqad qala sallallohu alayhi vasallam idra'ul hudud bish-shubuhat. Ya'ni belgilangan jazoni shubulab qolsa ijro qilmanglar yoki nere ketkizib tomar degan ma'noda. Hozir mana Hanafi mazhabiningki dalil sifatida keldi. وإذا لم يكن الدم وجب بدله. Hanafi mazhabining so'zi davomli o'tibdi. Bizlar hadisda bunday degandan keyin biz hozir hamda qisas olgan kishini belgilanmay qoldi. Ikkisini qarsini qisas olmas, uni qamdiq. Endi qisas elishni biz bu hadisga asosan bekor qilib o'tibdik. Endi qisas elish bo'lmagan ekan, uning badali kelishi lozim. U bo'lsa pul to'lam. Va diya. Demak, adamiyada qisas kelmaydi, diyet qildi deganni xulosalab chiqqan bo'ladi o'zi. Va umdatul fariq tsani, endi ikkinchi guruhdagilarchi bularning degan, ham qisas qildi, birisi diyet to'laydi degan, ama yarim diyetni yoki to'liq diyetni. An-nazaru ila al-maslahati allati taqtadi at-taghlid li hawdati ad-dima. Yani bu qasdan o'tdagiga qisas qildi, kichik bola yoki xato o'tirib sog'am kishi bo'lib qolsa to'lam qildi deganlar, Imom Malik va Shafi'iylar bu dabda qon to'kilash yoki insonlarning jini zamin bo'lash ishlarida biz ehtiyot qilish uchun sal chingitib buni nima desak, ondan insonlarning nafsini qo'llash maslahati qo'lga keldi deymiz. Bunda qattiqroq jazo bekitmasak, adam o'tirishi qo'yib beradi. Fakanda kullu wahid minhuma infarada bil qatl falahu hukm nafsi. Xuddi har birisi o'z oldiga o'tganlik bilan muomala qilmas. Va fi da'fun fil qiyas. Mush dalilda qiyas tarafdan ojizlik bor. Ya'ni Maliki mazhabning o'zining dalilini ojiz imomdir. Ya'ni bunda hozir Hanafi mazhabininkini jallantirayotganday. وأما صفة الذي يجب به القصاص صفة القتل الذي يجب به القصاص ile qanda o'tirishlar qolsa undan qisas qildi. Fattafaqu ala annahu al-amd. Qasdan o'tirishlar qolsa undan qisas vojib bo'ldi. Xato yoki bir sabab bo'lib qilib o'tirishlar qolsa qisas vojib bo'lmaydi. Wa zalika annahum ajma'u ala anna al-qatl sinfan. Bunun bayoni shuki, olimlar o'tirishning ikki turlik bo'lganligiga ijmo kelgan. Yani ijmo kelgan turma ikki xil. Bundan boshqa ijmo kelmagan boshqa turlarimiz al-qatl bi sababimiz. Al-qatl shibhul amd. Ittifoq kelgani amdun va xato. Ya qasdan o'tirish, ya xato o'tirish. Vaqtalafu fi hal baynahuma wasatun amla. Xato o'tirish bilan qasdan o'tirishning o'rtasida bir arliqda qolgan bir xil o'tirish bormi, shibhul amd bormi? Va ularni yusammunahu shibhul amd. Ya'ni qasdanga o'xshab ketadigan, xatoga o'xshab ketadigan bir xil o'tirish bormi demoqchi. Faqala bihi jumhur fuqaha al-amsar. Bihi ya'ni bi qatl shibhul amd. Bunda 3-chi turlik bir o'tirish turi bor deb qardi jumhur deydi. والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه. إمام مالكنا مشهور قرشوا غير مشهور قرشوا. مشهور قرشدا شبلام ديان ناسو. فقط لام داد بالا. مثلا بربرنو ترش شولاب قام بوسا شبلام دا مش تردلام شبلام دا با başkası yok. Demek için sen dadı balı diyen kastan ötüreş diyen dan kalısına kendi bulmaydı. Çünkü bunu birbirine kattan meher muhabbet köyüneş oldu. Bu anda ötüreş yapılsa kastan da cezinleştirişler demek için. Demek müşahede muş bir ahval dilan
shibul amd bo'lishi mumkin, boshqa ahvolda yo'q dedi. Vaqad qila degan Imom Malikning mashhur qarashining muqobilidagi ojiz qarash. Annahu yatakharraju anhu fi zalika riwayatun ukhra. Tahrij deganda biz masalan bir imomningga boshqa masalada bir qarashmagan bo'lsa, biz boshqa masala turib imom masalada bunday debdikan, buning uchun bunday deyish kerak bu. Bunda o'zimiz xulosalab chiqargan qarashimiz, qaraj qilib chiqargan qarashimizni tahrij deymiz. Endi Imom Malik boshqa bir masalada bunday bir gap qilgan ekan, shibul amd ba degandek mazmun chiqadi deydi. Balki shu baladan dadasidan o'ttirib eshitadigan bo'lsa, ashuni qarab turib shibul amd ba ekan degan gap chiqsin. وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة رضي الله تعالى عنهم. يعني مش صحابنا مثلا شبل العمد يدغم بترش با دبتو ولا مخالف لهم من الصحابة. بلاغا صحاب كرامدن قرش قالله يا كوندا بترش يوق ديген başka قرش بولغان صحاب يوق كان. يعني bu İsmail Sükuti var demek şart. وَالَّذِينَ قَالُوا بِهِ elbette hem de biz hazır şivilanın bağ mı yok mu dedim. Bağ diyen şu cumhurunun karşı aşkıştı. وَالَّذِينَ قَالُوا بِهِ enmuş cumhur şivil amd bağ diyenle فرقوا فيما هو şivil amd mimma leyse bi'amd. Yani şivil amd deydiğen bir ötüreş usulü bağ ettir. Endi qanda o'tirish shibul amd bo'ladi deganni shuni belgilashda ixtiloflashib qoldi. Wa zalika raji'un fil aghlab ila al-alat allati yaqa' biha al-qatl. Bu ko'pincha holda adam o'tganchaqda ishlatilgan qurol yoki saymonga qarashlar, shuningga chetishlik. Wa ila al-ahwal allati kana min ajliha ad-darb. Ashu uğan chaqda, ya atqan chaqda bo'lgan ahvolga chetishlik. Masalan, bu chaqchaq bo'lishayotgan chaqma ya tushib ketgan chaqmon yoki adablayotgan chaqmon, ustozi o'quvchisini adablab bizni sabq o'qishi ulab qolsin. Adablayotgan ahvolda ahvol qarab belgilaymiz. Faqala Abu Hanifa kullu ma ada al-hadidi min al-qusbi aw an-nari wa ma yushbihu dhalika fa huwa shibul amd. Abu Hanifa shibul amd degan tumi ya tig masalan. Shunday narsadan boshqa qusb degan tayoq, qumush, oyoqlari bambuk masalan. Yoki o't, suv, yoki kaltak, yoki tosh, shunday narsalar buni shibul amd deymiz. وقال أبو يوسف محمد شبل العمد ما لا يقتل مثله. Adette şunu o'xshash narsalar adam o'tmaydigan narsa bo'lsa, shibul amd bo'ldi. Biz toshni tulan birini etibdi, 5 turibdan o'lib qoldi. Bu shibul amd. Bu tosh odatda o'tmaydi, zaxmlantirish. Ya quloqni tugib birini sapdi, bir kishi o'lib qoldi. Bu urushishda odatda o'tmaydi. وقال الشافعي شبل العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل. İmam Şafii şibul amdni bunda tarif etdi. İmam Şafii şibul amdni tarif qildi. Urushda qasddan urgan, lekin o'tirishda xato o'tirib qoldi. Ey ma kana darban lam yaqsud bihi al-qatl. Yani uray deb udi. Lekin o'tiray deb bo'lmagan. O'tirish qilmagan, lekin urush bo'lgan. Fatawallada anhu al-qatl. O'tmaydi desam, bizni urib qo'yaydi. Adablab qo'yaydi desa, o'lib qolgan ahvol bo'lsa, shibul amd bo'ldi. Wal xato ma kana xatan fi majma'. Xato degan o'tirishni maqsad qilmagan va urushdimi xato urib qolgan bo'lsa, unda xato bo'ldi. Wal amdu ma kana amdan fi majma'. Qasdan degan urushdimi maqsad qilib urgan, ham o'tirish maqsad qilgan bo'lsa, unda qasdan bo'ladi. Va huwa hasan. Va huwa hasan degan nazar tarjih. İmam Şafii'nin şu ayrışımın ayeti yaxshi. Racih. فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد. Yani İmam Malik'nin delili, nime delili? Şibul amd degan narsa yo'q deganga. Qasdan bilan xatoni o'ttirda unda bir uchinchi bir tur yo'q. Yani Qur'on Karimda shibul amd degan nima bormi? Yo'q. وما يقتل مؤمنا متعمدا dedi. ومن قتل مؤمنا خطأ dedi. Amd var, xato var. Shibul amd degan narsa yo'q. Yani beyne en yaqsidal qatla aw la yaqsidu. Yani o'tirish maqsad qilgan yoki qilmagan o'ttirdan yerim maqsad qilgan unda bir ish yo'q deydi.
وعمدة من أثبت الوسط أتردك أشترنا شبه العمدنا بعد قرغلنا دليل أن النيات لا يطلع عليها إلا الله. النيتنا فقط الله لم بلده. وإنما الحكم بما ظهر. biz endi tashqi ko'rinishdan ko'ringan ahvol qarab hukm qilamiz. فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبا. Undan odatda ko'pincha ahvolda o'ttirdigan bir saymon bilan birisini maqsad o'g'on bo'lsa, qattiq tumi bilan mansibini sotdi masalan, yoki qilich bilan chepibdi. Kana hukmuhu ka hukmul g'olib. Bu hamda ko'pincha ahvolda o'ttirdigan shunda qurolga o'xshash bo'ldi. Ani hukmu man qasadul qatla faqatala bila khilaf. Ya'ni o'tiray deb o'tdaganning hukmi bo'ldi. ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا. Odatda o'tmaydigan bir saymon bilan muayyan bir kishini urmoqchi bo'lgan bo'lsa, kana hukmuhu mutaraddidan baynal amdi wal xata. Buning hukmi qasddanmi yo xato qoldimi deb ikkisidan o'tirib qoladi deydi. Hada fi haqqina. Bu bizga ko'ringan ahvol shu. Biz endi qasddan o'tmoqchi bo'lganmidi yo bu deb qolmay qolamiz deb. Chunki bu hozir adam o'tmoqchi edi. Adam o'tirish uchun yo tapanchini yoki qilich pichoqni qilib ishlatmadi. Bu bir kategoriyadan buni urdi. Ming'isida ketibdi. Ular endi biz qasddan o'tmoqchi bo'lganda yo xatodan buni qolmay qolamiz deb. Bizga ko'rinishda qolmay qolamiz. Agar bu qasddan o'tmoqchi bo'lsa, qurol ishlatadi. لا في حق الأمر نفسه عند الله تعالى. لا في حقيقة الأمر عند الله تعالى. الله تعالى نظر ده حقيقة ونعمل ملغاشو. الله تعالى إنهم. çünkü الله تعالى علام الغيوب عليم بذات الصدور. لكن bizco netini qilmaymiz. أما شبه العمد فمن جهة ما قصد ضربه. يعني شبه العمد ده urishni maqsad qilib o'g'illikka tarafdan shibl amdi bo'ldi. Ya'ni qasddanlik tarafga bog'ildi buni. Chunki urishda qasddan urdi-ku, o'tirish qasddan bo'lgan bo'lsa, lekin urishda urayga o'da kaptaklar. Bu tarafdan qasddanlik bor. Va amma shibhuhu lil xata. Xatoga o'xshab qolgan tarafı nima? Famin jihat annahu daraba bima la yaqsidu bihi al-qatl. Odatda adam o'tmaydigan narsadan urdi. Nagi bu xato deganga o'xshab qoldi. وقد روي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا والحجر ديته مغلظة 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. Yani bu şibl amdi bor deganga dalil bo'lgan bir hadisni rivoyat qilindi deydi. Bu hadis qasdanga o'xshab qolgan xato adam o'tirish degan bu qamchi bilan, kaltak bilan yoki tosh bilan bo'lgan adam o'tirishdir. Diyatuhu mughallada. Buning diyati ig'irlashtirilgan diyat bo'ldi. Diya muxaffafa mughallada deb ikki turlik bo'ldi. 100 min al-ibil. 100 taga desak, 100 tagan bo'lsa bu muxaffaf bo'ldi. Lekin mughallazligimiz 100 tagining manchisi mandatuga, bo'lish lozim deb ma'lum sifat bilan belgilsak, mana minha 40 fi butuniha awlada. 100 tagining 40 bo'g'az tugi bo'lish lozim. Bo'g'az tugidan 40 tayyorlash uchun og'irchilik bu. Ham qimmat bo'ldi ba'zi. Lekin bu nihoyatda ig'ir. Xato adam o'tirish bo'lsa, uni yengilroq 100 tagidan bo'ldi. Balki 5 turlik bo'lishi mumkin. 20 sonda deyish mumkin. Mavamda 40 bo'g'az bo'lgan tugadi. Bu bek ig'ram. Illa annahu hadithun muttaribun 'inda ahli al-hadith. Bu hadisni Tirmizidan boshqa ashab-us sunan rivoyat qilgan. Hadis olimlarining nazarida bu hadisning lafzida ixtilof bor. Shu muttarib demoqchi. Har xil lafzlar rivoyat qilinib qolgan. La yathbutu min jihat al-isnad. Sanad tarafdan tekshirsak, muttarib degani matn. Lafzi o'xshashmada. Sanad tarafdan tekshirsak, sahihligi isbotlanmaydi. Fima zakarahu Abu Umar ibn Abdul Bar. Hadis olimlaridan Abu Umar ibn Abdul Bar shunda bayon qilgan. Kasb ahli shunga hisoblaydi.
وإن كان أبو داود وغيره قد خرجوا أبو داود ونسائي ابن ماجه مسلم رواية غنبوسمه لكن bu hadis aciz demekçi. فهذا النحو من القتل عند من لا يثبت يجب به القصاص. Yani müşterlik ötürü şibul amdı dar istiqlan şkaptakulan öttegen ahval bolsa şibul amdı yok dep qaragan imam Maliklar qanaqlı qisas kildimdi kelmaydim do kildi. Ve inde men athbatahu tejib bihi diye şibul amdı bar gellar şibul amdıda qisas vacib olmaydı diyet vacib oldu. ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. İmam Malik'nin mezhebinde açık özünü tutanmagan ahvallarda düşmanlaşıp adavatleşken halette uruş degan qisas vacib bo'lgan urush bu. واختلف في الذي يكون عمدا على جهة اللعب. Unda o'ynashib unda qasddan urib qalsa loqasyo bunda ixtilof bor. Eski birisini sen öldürüş niyet qilib, qanday öldürüde de pichoq qilganmisa, u yerga doktorning barsa birinchi öldürüş niyet qildi. Ammo qasam qildi. Pichoq qanday jannatul bahosida doktorning barsa 10 qildi avvalda, ochiq öldürüş maqsadida yendiradi. Ben doktorning barsa birinchi qilsam, doktorning cho'kib ketib, ko'chib qo'ydi. Şu şirk ötegen buldu. Şirk ötegen buldu. Ev ala cihetil edeb. Edeb eyminde ustazı okuvcunu uruptu mesela. Onu uruptu. Limen ubiha lehul edeb. Edepleş mubah kılıngan kişi ustazı yak iri ayağını edeb eyminde uruptu mesela. Şu uruptu. Bunu da ıhtılaplar mesela. وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول. Şimdi ölgüçede qanday şart yapılsa anından qisas kıldı diye mesele kelsak, فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل. Qatilning qiluvlar bu tang tushulash lazım. والذي به تختلف النفوس هو الإسلام. Hamda nim bilan bu insonning jonlari bir-biridan farqli bo'lib tang tushunmay biz so'qdamiz tuvan bunda bo'lib qoldi desa, birinchisi al-islam va kufr. Birisi Müslüman, birisi kafir olup kalsa, Müslüman bundan evzel oldu. Vel hurriye vel ubudiyye, birisi hür, birisi kul olup kalsa. Vel zukuriye vel unuthe, birisi erkek, birisi kişi. Vel vahid vel kathir, katil bir, öldürücü köp, yaki eksi olsa. Bu da tamamlaydı dedi. واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص. Yukarıda tüm işte tam şulap varsa kısas kıldırıldığı ittifak. واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع. Tüm süper yapılmayı birası da okşamaydıgan bulup kalsa ihtilaf var. Bunu birbirine bayan kılmış. Amma al-hurru idâ qatala al-abda amdan. Bir kişi kulunu öttürüp kalsa, elbette hürünü öttürse, ya kulunu öttürse ittifak. Ya ki kul hürünü öttürüp kalsa, yani kısas kıldı. Hazır hem de eksi olan hür özünün tüven boğan kulunu öttürüp kalsa, kısas ilmamda diyen mesele. فإن العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور لا يقتل الحر بالعبد جمهور قصص كما يدود وقال أبو حنيفة وأصحابه إمام أبو حنيفة ومشاهدنا يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه özünün kulunu öttürüp kalsa qisas kelmaydi boshqaning kulunu öttürüp kalsa qisas qildi. Ebu Hanife ve şagirdlerden Züfer Cumhur'un karşıga qaytqanlığı rivayet qilindi. Lekin sahiben Musa Ebu Hanife'den billah. Ve qala qawmun yuqtalul hurru bil abd sawa'un kana abdul qatil aw abdu ghayril qatil. Şimdi qarashkilar hür qulni o'tirib qalsa o'zining quli olsun, boshqaning quli olsun, qulni o'tirib qalsa qisas qilyurdi debdi. Ve bihi qala an-Nakhai İbrahim an-Nakhai bilan Davud az-Zahiri shunda qarab. Zahirining qarshısına. Kaman qala la yuqtalul hurru bil abd hür kullu öttürüp qalsa qisas ilmaydi deganlar ihtajja bi dalil al-khitab al-mafhum min qawlihi ta'ala kutiba alaykum al-qisas fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-untha bil-untha mush ayetni dalil qildi. Bu ayetning aldigan vejilsizlar nima desa dalil al-khitab yani mafhum al-mukhalafa dedi. Qanday desa
El-hurru bil-hurri dedi. Hürünü öttersen de kısas kıldı. Ya kulunu öttersen kısas kılmaydı deyin gep çıkıdı dedi. Tertür hukum. Bu şunundan şunday çıkıdı. Hem de kul hürünü ötterip kalsa kısas kılanın gelmediğini ya başka dalilden çıkışın. ومن قال يقتل الحر بالعبد قصاص كردو دغلا يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم مسلمانların qanları hammasi bir-biriga tang tushildi tang barobar musulmon bo'ldi ekan tang tush o'rusin qul olsun ويسعى بذمتهم أدناهم ularning nomiga vakolatdan shuni eng tuvan bir musulmonmi ahd beralaydi. Masalan birisini amonlik qilib qolsa, bir qul bo'lsin yoki bir namrat bir odam bo'lsin, tuvan deb qaralgan bir odam bo'lsin, men falan amonlik berdim desa shuni qonuniy salohiyati bor. وهم يدل على من سواهم ular dushmaniga qarata birlikda qarshi turadiganlar demak. فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب. أما شهادة تلاشتاشن سببه عموم دليل الله آياتك دليل الخطاب كيف قلده عموم دليل القاسة النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتل أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس حديث مش عموم دليل ما آياتك دليل الخطاب قاز كيف قلده ومن فرق فضعيف أنت عبد نفسه عبد غيره دب أيرغان ما خرج عاجز أيرش عاجز ده لكن bu ayrıganlar hazır ayrılmaganlardan kısas kıldı diyenlerden bir ümide ittifak var. Abd gayrihi de ittifak. Abd gayrihi de ittifak, abd nefsi lan noktal. Ve la khilafa beynehum ennel abda yuqtalu bil hur. Mana kul hürne ötegen ahvalda kısas kıldıganlıkta mis ittifak. Yani kul kulunu öttesi mi, hürne öttesi mi kısas kıldıganlıkta ittifak. وكذلك الأنقص بالأعلى يعني كم تكونه مكمل وغنى ياكي جقرب وغنى التاسم جدا مثلا برقداي حادشان وترسمه قصص كله ياكي براق قوله çolak yaki görmeydiğin adam sakadan bir oturasın قصص كله çünkü nefs bin nefs mi yani ومن الحجة أيضا لمن قال يقتل الحر بالعبد yana şu kısas kıldı diğerlerinin delilden müşahidesinin vardı. Merva'ul Hasan an Samura enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle men qatala abdahu qatalnahu bihi. Kim ki kulunu öttürüp kalsa biz kulunu öttürgen sebepten onu öttürmez diyen müşahidesi. Yani El-Hasan el-Basri Samura ibn Jundub radıyallahu ta'ala anhu ve Sima'ul Hasan Samura muhtelefun fihi. Demek bu hadis aşında bazı aciz bazı seyyidilgan ihtilaf dairindeki hadis. Bu Ashab-ı Sunan ve İmam Ahmed Müsned'de rivayet edilir. Yani bunlar ve min tariqil ma'na kıyas taraftan manda delil getirdi. Ve lemma kana qatluhu muharraman ka qatlil hur kulunu ötreş haramette haramamasmitte haramette. Örnü ötreştek okşaş haramette değil. وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. الناس هرنا التاسع قصاص كلهم بوسا كل التاسع قصاص أخشاش. يعني بالله من دام قياس كذا. مثلا بالجروب بدأ بشون هذا برادم نترت قاسا بشون هذا همش أترلم تاس أترلم تاس. أساسا ما هو جمهور الإسباق. التاين كم ده؟ هذا غير كلوا منو درسه أخشاشمس. ما هو عندنا جكرة درجة. Onedammo ma biradamdan yuqorida yuribdi. Undan o daraja o sanjiq yoki uning ismligiga qaramaymiz. Adam o'ttarma, o'ttirmaydi. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'an. Yani hani bir mazhabdakilar abd nafsihi de sasiyot turadi. Abd nafsihi de jumhur bilan billah abd gayrida zahiri bilan billah. Nimaga asosan ayrı oldunuz buni? Biz onun kallanız bilan ayrı oldunuz mu? Yoki bir asas bo'lmasa, hadisdan ayrıldık deydi. Yani hani bir mazhab tayangan delil tafriqqa hadis la yuqadu mamlukun min malikihi. İmam Beyhaqi ve Hakim rivayet qilgan. La yuqadu mamlukun min malikihi.
bunda bir dalilni kelibdi. Demak, endi buningda hadismi ojiz desak, ya'ni bir mazhab ekan farqi bor deganga ekan ojiz desak, yuqtalul hurr bil abd degan qarash shu jalla. Chunki an-nafs bin nafs. Qulmu nafsun nafsamasmun nafs. Abu Hanifa'nın ayrışını dairtmeçi. Ve amma qatlul mu'mini bil kafir zimmi. Yani Müslüman zimmi bir kafirini öttürüp qalsa, qisas ilinamdı degan masala kelsak, bu yerdan bir mahalliy ittifoq bordi. Mahalliy ittifoqma Müslümanni o'ttirsa qisas qildi. Zimmini o'tirib qalsa qisas qildi. Zimmi Müslümanni o'tirib qalsa qisas qildi. Nimada ta'tilab qalsa, Müslüman zimmi o'tirib qalsa ixtilof bor. Yuqori qilmasligiga o'xshashlar. فاختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة مشلا يعني جمهور نقرش مسلمان كافرن أترتب قاسا قصص الميدو ديان قرش وقال قوم يقتل به قصص الندودن وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى يعني عثمان البتيم با بولا ألترندو دقرد وقال مالك والليث لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة شنو قراش إمام مالك والليث تبتو قصاص الميدو فقط لم بر أهوالda قصاص الندود bu qatl g'ayla bo'lib qolsa. Qatl g'ayla degan zimmining pulisini ilirish uchun bijaga opirib, adam ko'maydigan yerda, yaridan chaqirolmaydigan yerda bo'ziga tuplab o'ttiritish bu qatl g'ayla. Maliki mazhabda. Wa qatl g'ayla an yudja'ahu fayadbahuhu wa bi khassatin ala malihi. Yani milini o'g'irlash, bulab talish uchun ashunda bijaga opirib bilan o'ttiritishmoqchi. Demek İmam Malik bilan Laythni hozir shu jumhur fatvosi bo'ldi. Laythning kafir. Bunda bir ahvol bo'lib qolsa, xas bir ahvolda Hanafi mazhabiga o'xshaydi. Demak hozir İmam Malik bilan Layth jumhur bilan İmam Abu Hanifa'ning o'ttirida qo'yadi. فعندة الفريق الأول ما روي من حديث علي رضي الله عنه أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس قال لا إلا ما في كتابي هذا. يعني جمهور من قرشة حضرت علينا مشاريسه مش تابعي الأشتر النخعي أصل شو حضرت علينا شاگردler bular. Xavarij mı Hazret Ali'nin şagirdlerden, etrafdaki ensarlardan bilinip çıktılar. Bu iş gelen so'rabdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga boshqa hech kimga topilmagan bir gap so'zni topilgan ahvol bormi deb so'rasa, yo'q, unda bir ahvol yo'q. Illa ma fi kitabi hada. Faqat shu maktubda, shu nimada yozilgan narsadan shu alayhi toplab qo'ygan narsa shu. Wa akhraja kitaban min qirab sayfi. Shamshirninki g'ilifi yoki shamshirning qurol binasini qachilaydigan chamdan qirab degan. Qirab degan yo g'ilab bo'ladi yoki qurum ashunda quroldan deydi. Qurol qachilaydigan safarda qurolni silib mandigan narsa. Mushu qurol chamdanında ba mushu maktubdan boshqa yo'q. Ma'vodir Shi'alga raddiya. Shi'alar Hazreti Ali'ga Rasululloh alohida maxfiy bilimlarini topshirgan, ba'zi ahkomlarni Hazreti Ali bilan bergan, Hazreti Ali bilan bilib boshqa maxfiy tutgan deydigan gaplar bor. Ma'noda unda bir nima yo'q. Faqat o'sha yozib qo'ygan nima bor? Shu. Endi bu yozib qo'ygan nima Hazreti Aliga yozib bergan bo'lishi mumkin, boshqa sahobalar rivoyat qilgan. Biz yuqorida dediqo, Samura rivoyat qilgan. Bu bir maxfiy narsa emas. فإذا في شدة أقصى بوندم ذيزلك المؤمنون تتكافأ دماؤهم مسلمان قلرهم مسبر تنكلدو ويسعى بذمتهم أدناهم ularning ahd paymonlarida eng tuvallarmi ular vakolatdan ahd paymon qilib va hum yadun ala man siwahum ular hammasi bir yandan qo'l chiqarib dushmaniga tang taqobil turdi ala la yuqtalu mu'minun bikafir diqqat kafirni o'tirish sababidan mu'min o'ldirilmaydi va la du ahdin fi ahdihi ahli zimma va qasim ahli zimma altida o'ldirilmaydi. Yani ولا ذو عهد في عهده degan, yani bu damir nagan bu talashtash
sayısı aslında düşünürüz. Men ahdatha hadasan qanda birisi bir ishtirib qo'ysa, jinoyat qilsa, aw awa muhdithan yoki shunda jinoyatchini qanolantirib qolsa, fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nas ajma'in. Wa kharrajahu Abu Dawud, Nasa'i, Imam Ahmad rivoyat qilgan. Demak, bunda la yuqtalu mu'minun bi kafir dedi. Yani bu ehli bir mazhabliklar bunun qarta la yuqtalu mu'minun bi kafirin harbi. Bunda tushundim. وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. ما هذا استمع مشندا كلده. أنا عمرو بن شعيب من حديثه أن حسن درجة الحديث. واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن. ينابلا مش مسلمك Almanın icmaından delil tuttu. Yani Müslüman amallık verilgen harbi olab qalsa, yani müstəmin deyimiz onu. Müstəminni ötürəşilen öldürülmeydi. Mesela İslam devletiga birisi vizir chigan bo'lsa, bir aylarda 15 kunlik yoki bir tijoratga, elchilikka kelgan bo'lsa, amallık verilgen kishini o'tirib qalsa, qisas kelmaydi. Bunda oldigan bu zimminni o'tirib qalsa, albatta qisas kelmaydi. Aslında piyasan delil keltirmoqchi. Bu zimmi muhabbetning yo'g'riligi umumda ahd verilgan bo'lgan, hech kimsa ahd verilgan mana. Demakchi. Al-harbi alladhi ummina degana amallik verilgan shu musta'min. وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فاعتمدوا في ذلك آثارا. إمام أبو حنيفة وشاگردلari مش قرشدا بعض حديثلارga tanilgan. منها حديث يرويه ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة. أهل القبلة degani musulmonlardan birini zimmat ahlidan o'tganligi sababidan qisosan o'ttirayotgan. وقال أنا أحق من وفى بذمته. من ahdimda turishga eng haqli zotman deganda deydi. Bu Darqutni, Bayhaqi, ya'ni Imom Shafiy Musnadida rivoyat qilgan hadis. Va rawahu zalika an Umar. Yana mushunda bir voqelikni Hazrat Umardan bir rivoyat qildi. Bu Hazrat Umardan kelgan rivoyat hayronlik birisini bir musulmon o'tirayotgan ekan, uning jutuqini kirib nima Hazrat Umar musulmonni tiz cho'ktirib olsa, kallasini ilib qisas ilib olgan chog'da bu saqlab turib qisas ammon sa'sa toza achchig'in kelib tazbir hayajini olib onda o'tiradigan ekan, keyin uni bo'ldi deb o'tamsan to'lam olamiz siyasi to'lam olay deb uni to'lam oldi. Lekin mush voqelikda Hazrat Umar ashhirlik shu ahli zimmani o'tdagan musulmonni uning valisiga qisas ilib oldi deb o'tqazib qo'ygan. Demak qisas keldi deb qarab dedik. Yani bu mazhabning dalili. Yana bunda voqelik Hazrat Alidan rivoyat qilingan. Hazrat Ali ashunda voqelikda qisas buyurib, lahum ma lana va alayhim ma alayna degan. Demak Hazrat Umardan, Hazrat Alidan shunda voqelikni dalil qildi. قالوا وهذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. مش أثر مش واقعلكلا أشهد استكلا لا يقتل مؤمن بكافر يعني عبارة تخصيص قلته. أي أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد. يعني ذمي مقصد ما يدو كافر دم حربي كافر مقصد كنده. حربي كافر نأترد باس قصص كم يدو إنجم ما هو. وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن البيلماني. أهل الحديث ما هني بمزبط كلا رواية قرآن عبد الرحمن البيلماني من حديثنا عاجز القرآن. وما رووا من ذلك عن عمر. حضرت عمر دم رواية قرآن أشر وقالكم عاجز القرآن. وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي. Ana qiyas tarafdan bular zimmining mol mulkiga qiyas qildi. Zimmining jini zimmining mol mulkiga o'xshash yoki avlo bo'lish kerak. Endi musulmonning birisi zimmining pulini o'g'lab qolsa, puli kistamda, puli kistamda. Unda bo'lsa zimmining jini zamlab qolsa,
Elbette kısas ismi lazım bunda kesin. قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم زمينن mal mülki Müslümanın mal mülkinin hürmetinden tang derece bulup kalsa onun kanunu bilen tang derecede Harbiy kafirda bo'ladi. İnnehu urida bi kafir harbiy. La yuqtalu muslimun bi kafir deganni Hanefi mazhabdagilar buning ma'nosi la yuqtalu muslimun bi kafirin harbiy. Yani urush hozir bir kafirni o'sha bizga ushlatib qo'yarsa, ya musulmonning shariga kirib qolgan bo'lsa, o'tirib qolsa, qisas kelmaydi degan gap bu. Lekin zimmat ahlini o'tirasi qisas kelmaydi degan gap emas, bunday izoh. Yana Hanefi mazhabda shu Hazrat Umar o'ldirildi emasmi? Abu Lu'lu'a, Urmuzan, Jufayna bular birlashib Hazrat Umarga suiqasd qildilar, o'tirdi. Ularga Abu Lu'lu'ni tutib o'ldirildi. Ondan Umar roziyallohu anhu o'g'li Ubaydullah ibn Umar bu ashuni suiqasd qildilar, kirib qolgan. Bu masjid shunda chisa, bu şeyler o'tirib ekan. Uttağacak bunu körüp lan kaçtı, kokaptılar, kopuşup ketken. Kopuşup ketkende yeniden çikke, kuşluk açımak kencerden biz çıkargan. Çıkargan kaç kelip lan bölgep mangan. Keyin andan ertesi öğüne Hazreti Ömer baş kencerle öldürüldü. Öldürülgendiken Ubeydullah dadamını öldürürkenle şu pilalap diken. Şu çağda şu pilalını sokavattan çarken. Dep onun bulukluğanı cemaat müteyyem bolsa mescidden öldürüldü onu. Anda Ubeydullah bilan Hurmuzanni, Jufaynani chiqishni o'tirdi. Qilishni ko'tarib bir bilan Hurmuzan chiqardi. Shunday chiqqan ekan. Jufaynani boshqarib qo'ydi. O'tirayotgan ekan, saqchi buni Ubeydullah ibn Umarni tutgan. Tutgan ekan muhajir va ansar shularning kattalari, cho'nglar Ubeydullah o'ldirilishi kerak degan. Kelamni o'tirdi bu, o'ldirish kerak degan ekan. Xalq ammasi bu tunigan dadisi suiqasd qilib o'ldirilsa, bugunda o'g'lini o'tiramdi, shu suiqasd qilingan kafir bo'lish uchun bolasini o'tirib to'qanda deb haqli qo'lqilni o'qigan ekan. Shu chaqdan Osmon xalifa bo'lgan chaq ekan. Osmon men qisas olmay deb turadi. Shu mushavirlar, oqsoqollar bilan bilan qisas olmay deb turadi. Hada endi o'zimizgina Osmon shu chaqda cho'nglar bilan bilan qisas olman degan. Zimmin o'tagalikdan qisas olman dedim xalifa. Nonki bizga dalil demoqchi. Endi degan ekan, undan xalqlarda e'tiroz bo'lib ketgan ekan. Baribir fitna pasat chiqmasin deb Hazrat Amr ibn al-As ustulik bilan Hazrat Osmonga, "Ey Osmon, bu voqea sen huquqqa chiqishdan burun bo'lib qolgan ish." Yani Hazrat Osmon sayilishdan burun o'tirgan ekan. Hazrat Umar o'ldirilganligidan g'achchida bir bilan o'tirayotgan ekan. Sen huquqda o'tirishdan burun bo'lgan jinoyat ekan bu. Undan sen huquqda o'tirgandan keyingi jinoyatga qaraysan. Ha? Uningda ilgirgi sen masala emas. Bo'ldiq degan ekan, bo'ldiqlar. Shunga bu Hanefi mazhab ashlarlarga dalillar shu chaqda Hazrat Osmon xalifa va cho'ng ashu qozilar deymiz, sahobalar, aqsoqollar qisas qildi deganda o'sha dalil. Deganda Hurmuzanni musulmon bo'lgan degan rivoyat bor. Hojlar bilan labbayk Allohumma deb to'labmanda, degan rivoyat bor Hurmuzan. Lekin balki tashqi ko'rinishi musulmon bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunisi qabrmi? Ha. Tabular Ironda, Hurmuzan Ironda, Jufayna shu Ironlik bo'lishi mumkin. Hurmuzan sirtda ko'rinishi musulmon bo'lib, ichki jihatdan o'zining qo'ldan ketgan ota-bobosining podshohlik uchun qisas uchun pilol bo'lgan. Hatto shu Ironlik asirlik kelsa Madinaga 5-chi silab yig'lab ketardi. Shunning intiqomini oldi. Da bu endi yig'lab ketardi. Yani bu anda şu milletçilik qilib, o'zining dövlətinin o'zining yıqilgan saltanati uchun asli bu Hurmuzanning bir beglarning birisi. Kabul ahbar mı? Kabul ahbar bor shu qadar. Ha. Kabul ahbar o'ldirilishdan ilgari kelib, sana 3 kunlik hayotim qoldi, umrim 3 kun qoldi. Ertasiga 2 kun qoldi. Yana ertasiga 1 kun qoldi. O sen nimaga asosan besh bu gapni Tavratda bor. O mening o'limim Tavratda bormikan? Bor.
mana yani o Ka'bul Ahbar Yahudi bu suiqasdni xuddi Alloh taolo taqdir qilib bunda azal bo'lgan bir ishda ilohiy bir tushirish uchun unda planlar Allah ijro qilgan ma'lumda Tavratda unda tutib ketgan ish bu. Cho'qim unda bo'lgan ishda deb manda bir nuqlish uchun o'ydirib chiqargan bu edi. Aynan aytda tutib planlagan ish. Undan ekan yani bir mazhab shunda voqelikni dalil qildi. Aslında ahli zimmani jizya olmoqman. Jizya olgandikan lahum ma lana va alayhim ma alayna. İslam davlatininki fuqaro suhbati qilgandikan aslida musulmon ahli zimmani o'tirib qolsa qisas qilish kerak. Men shaxsan qisas qildi degan qarashni tarjima qilaman. Unisiga an-nafs bin-nafs degan umum dalillar mushuna unisiga yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etishdan ilgari Allah fi zimmati yani ihfazuni fi zimmati deb vasiyat qildi. Yani ahdimni buzmay saqlanglar. Yani ahli kitobga ahdimga yani shuni buzatmanglar demoqchi. Ba'zilar jumhurnikini qo'llashi mumkin. Abu Hanifa tarjima qiladi. Men shaxsan Abu Hanifani tarjih qilaman. Sizlar jumhurnikini tarjih qilamsizlar. Lekin hadisni yo'qolmasa, hadisni ya g'adir kafir harbiy. Unda ittifoq qisas kelmaydi degan. Ahli harbiydan qisas kelmaydi. Chunki al-harbiy la hurmata lahu. Lekin zimma biz nimaga asosan jizya oldi qo'ldan sizni qo'ldaymiz, xotirjam yashaysizlar. Bizga qanday ma'lum qilsizlar shunda ma'lum qildi degan asosda jizya oldi. Qandikan uni o'tirib qolsa qisas ilinmasa kichkina ishni bana qilgan zimmani o'tirgan bir ish chiqdi. Degan shu nafs deganda umum dalillarni o'qildi. Hatta jumhurlar ba'zi bir dalillarni keltirdi. Wala yaj'alallahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Shunda dalillarni kelib baqqan. O dalil bulanmaydi lekin kelib baqqan. Wa amma qatl jama'ati bil wahid endi bir nechalar birlashib turib bir odamni o'tirib qolsa فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد. Köpsek alma 50 adam birleşip qilgan taqdirdimi bir odamni o'tirib qolsa qisasini yani 50 dan hammasi o'tiriladi bir odam uchun. منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم سواء كثرت الجماعة أو قلت أنوسن جيموسن ياكي تشكوسن تشوسن. وبه قال عمر رضي الله عنه حتى روي أنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. برنت شيئا بالون أترتر ينقلن çağda aşu hammani o'tirish ke buyurgan Hazrat Umar. Shu chaqda mushigam degan agar shu bir shani odam hammasi birlashib bir odam o'tirayotgan bo'lsa bir shani odam hammani o'tiribdi degan. Yamandagi Sanoa. وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد. Bunu debdi bir odamni o'tganlik sababdan o'sha odamni o'tmaymiz. Tamponlik yo'q deman, takafful yo'q demoqchi edim. وهو قول ابن الزبير عبد الله بن الزبير وبه قال الزهري تابع الله الزهري دبته. وروي عن جابر رضي الله عنه وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد. Mesela tövbe şeylerden bizleşip bir adamın kolunu kesmetken olsa tövbe şeylerden kolunu kesmeyimiz değil. Bu tanımaz. Bir kolunu tanımaz. Yani 5 kol bir kolunu tanımaz. Yani إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطعية. Yani ikkidan yuqori sondagi odamlar birisining qo'lini kesishga imkonlashib qolsa, ularning qo'lini ma'lum qo'lning qarshiligida qisosan kesmaymiz demoqchi ekan. وقال مالك والشافعي تقطع الأيدي باليد. Bular yani jumhur kesildi deb qaraydi. وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف. Yani bir mazhablar canulan a'zonun o'ttirib farqlantirib faqalu tuqtalul anfus bin nafs jiq adamni bir odamni o'ttirayotgan sababini o'ttirmaz va la yuqta'u bit tarafi illa tarafun wahid.
bir a'zo kesib ketgan taqdirda faqat shu bir a'zodan kesildi, bir odamning qo'lidan kesildi demoqchi. Va sayati hada fi babil qisas min al a'da. Badan a'zolardan qisas ilish masalasida bu keladi deydi. Fa umdat man qatala bil wahid al jamaa, bir odamni o'tdaganlik sababidan ko'p odamni o'ttirimiz deb qaraydiganlarning dalili an-nazar ila al-maslaha. Ya'ni mushunda o'qimasa adam o'tdamoqchi bo'lganlarni biz islom o'tirilib qisasdan qilib ketadi. Adam o'tiraveradigan shu deydi. فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وإذا كان ذلك فلو لم يقتل جماعة بالواحد لتضرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. Endi o'tamisak shirklashganlarni hammasi shirklashgan adam o'tirgan bo'ldi. Lakin lil mu'taridi an yaqul. Lekin bu dalil qarta e'tiroz bildirgan kishi bunda deyishi mumkin edi. Inna hada innama kana yalzamu law lam yuqtal min al jama'ati ahad. Yani kishilar hammasi o'tirgan bo'ldi. Yo'q, 5 odam biz o'tasa, hammani o'tamisak, 5 dan birini o'tirib, qolgan boshqa jazo olib qolsak, biz o'tirmaydigan bo'ldi. Çünkü beşimizden bizden kalırız ketidi deb g'it qisadi demoqchi. Bu emas ekan. Wa huwa alladhi min qatlihi yudhannu itlaf an-nafs g'aliban ala adh-dhann. Yani shu 5ning ichidan, 5 qatilning ichidan ko'pincha mushuning sharikati bilan o'ldi deb ig'rat ishni qilganlardan birisini o'ttirsak, 4 aylandan qisas olmay yengilroq jazo olsakmi, bu shiriklashib adam o'tirish yana bo'lmaydi demoqchi. فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس. Bundan kim belgilengen ceza beka qilinib ketmaydi. Bundan kim beka qilinib ketdi deb nurg'un odamni o'ttirishga uni sabab qilsa bo'lmaydi. Hozir xuddi mana Imom Ibn Rushd Zohiriyning qarashini tarjih qilayotgandek shuni yo'lab qo'lladi hozir. وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قتل الواحد بالواحد يعني شو ظاهري لازم. يعني bir adamni o'tgan holda shu bir odamni o'ttiramiz. Jiqni o'ttamamiz deganning dalili va katabna alayhim fiha an-nafs bin-nafs. An-nafs bin-nafs degani kim? Yani an-nufus bin-nafs degan gap yo'q. An-nafsu bin-nafs. Ha? Va dalil xitob bu. Val-ayn bil-ayn. Muşun dalil qildi. Va amma qatlu az-zakari bil-unsa, endi er kishi ayol kishini o'tirib qolsa qisas qiladi. Bu er kishi bilan ayol kishi darajasi teng bo'ladi degan masala. Fa inna Ibn al-Munzir va ghayruhu mimman zakara al-khilafa haka annahu ijma'. Ijma'an qisas endo deb ijma'ni hikoya qildi. Ibn al-Munzir va boshqalar, Qurtubi masalan, Ibn Arabiylar bular ijma' bor degan. Illa ma hukiya an Ali min as-sahaba. Faqat lamunda Hazrat Alidan qisas kelmaydigan bir qarashni rivoyat qilinib qolgan. Va an Uthman al-Batti annahu idha qatala ar-rajul bil mar'ati kana ala awliya al-mar'a nisf ad-diya. Akishni o'tirib qolsa, ana akishning yerimi tankirdan yerimining to'limini shu ayol taraf to'lish kerak degan qarashni Osman Batti'den rivayet etti. Ve hakal qadi Abul Walid al-Baji fil Muntaqa. Muntaqa bu Muvatta'nın şerhi. Abul Walid al-Baji bu Malik mezhebinin çok alimlerinden birisi. Anil Hasan al-Basri. Hasan al-Basri'den bunda bir qarashni rivayet etti. Ennehu la yuqtalu az-zakaru bil-unsa. Ayol kishini akshi o'tirib qolsa qisas ilmaydi degan bir qarashni Hasan al-Basri'den rivayet qildi. Bu qarash Atadin va Sha'bidin, ya'ni Ibn Abbosdan rivoyat qilingan. Undan keyin mush masala ushbu qarash keldi. Birinchi qarash ijma' bor deb qaralibdi, qisas ilindi degan qarash. Ikkinchisi qisas ilinsimi er tarafga ayol taraf yerim diyat to'laydi degan qarash. Uchinchisi qisas ilinmaydi degan qarash. Va hakahu al-Khattabi fi Ma'alim as-Sunan. Imom Khattabi Ma'alim as-Sunanda mush Hasan Basri'dan mushu qarashni rivoyat qilgan. Va huwa shadun. Bu shaz bir qarash. Walakinna daliluhu qawiyyun. Lekin buning dalili kuchli edi. Yani shaz qarash olsun dalili kuchli. Li qawli ta'ala wal unsa bil unsa.
ayol kishi faqat ayol kishi taslam o'ltirildi, o'ltirilmaydi degandek. Bu dalil xitob. وإن كان يعارض دليل الخطاب ها هنا العموم الذي في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. دليل الخطاب ما آياتك وباشق آياتك عموم لفظ زدتلدو يعني النفس بالنفس ديgan erkek olsun, kişi olsun, o'xshash qisaslanadi demoqchi. لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا. Lekin bu oyatning umumiga qarta manda bir ojizlik kelib chiqdi deydi. Bu ayet hozir ve ketebna aleyhim ala ehlil kitab fi Tevrat ve İncil demek. Nefs bin nefs. Nalken bu ilgirkilerin şeriatinde. Nal şer'a man qablana hal huwa şer'un lana diye mesele kelib chiqdi. Ve hiya mes'aletun muhtalafun fiha fil usul. Yani hal şer'a man qablana şer'un lana am la? والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة والنظر إلى المصلحة العامة. Erkişi ötürüp kalgan ahvalda kısas ilindi deyişte umum menfaatli gözlenir. Olmasa erler ayollarını ötürüp kısasız yana yürüyordu oymuş. Ayollarını ötüreş dolkunu olup yetip kaldı. Lekin anda yuqori qarashlarda Hazrati Ali'den rivoyat qilingan, Ato'dan rivoyat qilingan, Hasandan rivoyat qilingan ash qarashlar sey emas. Hasan Basri'dan, Ato'dan rivoyat qilingan sey rivoyatda qisas qildi degan qarash kelgan. Davodga jumhurninki qisas qildi degan qarashi shu jalla. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.